Bir kuni mashhur bir rassom o'z asarini gavjum chorrahaga qo'yadi. Pastiga esa shunday yozuv qoldiradi: agar bu rasmda biror xato topsangiz, iltimos belgilang. Kechqurun u qaytib kelib tekshirganida ko'rgan manzarasi yuragini ezadi. Rasm belgilarga to'lib ketgan edi. Yuzlab belgilar, barchasi xatolarni ko'rsatardi. Rassom jimgina rasmni olib uyiga qaytadi. U butunlay tushkunlikka tushadi, ruhan eziladi va rasm chizishni to'xtatadi. Oylar o'tdi, u o'z iste'dodiga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotdi. Bir kuni onasi uning yoniga kelib dedi: "Kel, boshqacha qilib ko'raylik." U davom etdi: "Yangi rasmni o'sha joyga qo'y, lekin bu safar yozuvni o'zgartir." Ertasi tongda u shunday qildi. Chorrahaga yangi rasm qo'ydi. Pastidagi yozuv esa shunday edi: "Agar bu rasmda xato topsangiz, iltimos uni to'g'irlang." Keyin u ketdi. Kechqurun esa onasi bilan qaytib keldi va ko'rganlari uni lol qoldirdi. Birorta ham belgi yo'q edi, birorta ham tuzatish yo'q edi. Rasm qanday qoldirilgan bo'lsa, xuddi shunday turgan edi. Rassom hayron bo'lib qaradi. O'shanda onasi jilmayib dedi: "Endi tushundingmi? Har kim kamchilik topa oladi va ko'pchilik shunday qiladi. Ammo faqat juda kam odamda uni tuzatish uchun donolik, mahorat yoki jur'at bo'ladi. Ba'zan odamlar sizga yordam berish uchun emas, balkim o'zlarini yaxshi his qilish uchun sizni tanqid qilishadi. Shuning uchun ularning fikrlari sizni sindirishga yo'l qo'yishdan oldin o'zingizdan so'rang. Ular bundan yaxshiroq qila oladimi? Hech bo'lmasa, urinib ko'ra oladimi? Agar javob yo'q bo'lsa, rasm chizishda davom eting." Shu kabi foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling.